Anvar aka, onamga nima sovg'a qilsamikin? Anchadan beri sovg'a bermagandim. Kecha men bozorda mevalardan yasalgan juda ajoyib gul buketini ko'rdim. Balki izdan o'shani olarsiz. Ha yo, aka, men onamga qanaqadir boshqacha juda ajoyib narsa sovg'a qilib kelyapti. Aka xohlasangiz, zo'r mushkamma sotadigan bir tanishim bor. Onamga nima sovg'a qilsamikin? Mevalardan yasalgan gul buket bo'lmaydi. Yaqinda mushkambar o'zi sovg'a qilganman. Nima sovg'a qilsam bo'larkan? Bildim. Onam oyog'im og'riyapti dodi bilan. Onamga massajyor olaman. Abbos aka nima bu? Aka, onamga massajyor oldim. Keling ko'rsataman. Aka, bu oyoq massajyori, bu oyog'i og'riqlarini bosadi. Bundan tashqari qon tomiridagi bosimlarni kamaytirib beradi, aka. Kuniga 15-20 daqiqa massaj oladigan bo'lsa, oyog'i og'rishini umuman esdan chiqarib olish mumkin, aka. Zo'r ekan-a? Agar sizlar ham ota-onalarga sovg'a qidirayotgan bo'lsanglar, men sizlarga shu massajyorni maslahat bergan bo'lardim. Bu massajyorimiz 3 xil rangda: qizil, tillarang, kulrang. Undan tashqari yana dastavkamiz bor. Pastdagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsanglar, xohlagan joylarga yetkazib beramiz.